Diksiyelerimizi davamlaştırırız, hürmetlik vatandaş. Endi siz bilen bir işki ağız gap qilishimiz. Növbette ziddiyetle yoki so'rkilishla yoki vaziyatdagi jiddiyliklarning hammasi asosiy jihatdan Tayvanga markazlashdi. 17-kunidan 19-kunigacha Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mahkamasi ikkinchi darajalik rahbari Crouch Tayvanga yetib keldi. Shuningdek vaziyat jiddiylashdi. Bugungi xabarda to'rbatlarning hozirgacha 37 dona aeroplan Tayvan havo tavalligiga yaqin joylarda uchib, Jungo Kompartiyasi Tayvanga tahdid solishga boshladi. Anda yana bir xabarda Jonahayda hozir urush qilamizmi yoki nima ish qilamiz deydigan yig'in ochildi degan xabar keldi. Natijasi o'ttirga chiqqandan keyin sizlar bilan ko'rishtiramiz vatandoshlar. Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen dediki, biz har qilg'och birinchi qadamni boshladik yoki hal qilg'och birinchi qadamni tashladik dedi. Bugun Tayvanning New York turishlik vakolatxonasining boshlig'i Song Michun men bosh elchi. Tayvanning demisimi men bosh elchi vatanni New Yorkda turishlik bosh elchiman deb o'zini tanishtirdi. Hindiston tarafdan chegarani siz ko'rdingiz. Hech nima o'rtadagi suhbatlarni, tinchlik suhbati asoyishdi. Buni qo'yib turib, shunga diqqat qilingki, vatandosh u o'rtada nima bo'lyapti? Hozir men sizga 2 kun buni anglatdim. Jungoning askarlari birinchi safga ketib yig'layotdi. Bu rost. Nima uchun rost deymiz? 18 yoshlik, 19 yoshlik bolalar. Shundan ko'rib olinglarki, hozir Jungnanxay nima qilarini bilmadi, bilishi kerak. Jahonga urush kerak emas, mayli Tayvan bo'g'uzi, mayli Ladakh Hindiston o'rtasida. Faqat tinch yo'l bilan chekinishi kerak. Jungo hukumati o'zining aqmaydigan siyosatni ko'tarib olib, buning tiz esib olib, bekaga Osiyoda yoki Hindiston tarafda yoki Tayvan bo'g'uzi tarafda urush paydo qilmaslik kerak. Bu xalqning talabi va dunyo xalqining talabi emas, qarab beqing. Askariy qismlar Jungoning askariy qismlari avtobusga chegaraga ketib o'tib yig'layotdi. Mama deydi. Ana deb yig'layotdi. Ovozni anglayapmizmi? Og'izning midirlishdan qaraganda mama deyotdi vatandosh. Yosh balla, kichik balla. Ajtimami Jungnanxay? Yo'q. O'tgan deyishdi-ku. Masalan, Beijing partiya maktabidan kelgan kishi kim edi? Seyşah Hanım neymi dedi? Mağdağa yolun bizden oylaydıqınımız ve bizden törtkü bulduğunumuz mağdağa yolun Gorbaçov'un yolu dedi. Cüngoluklar bildikken bu yol ne? Sizge şunda teklif kılıvasıdır Jungnanxay şu yolunu tanlap alısınız. Lekin hazır vaziyetinin terakkiyatı ne verip yetti deysiniz elike. Temburunun tarihidek tanışılıp kalgan, temburunun tarihidek bir vaziyetke götürüldü. Endi onun üstüge 19. günü yoki 18. gün naq günni hesap qilsak, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palatasının başlığı Nancy Pelosi xonam Amerikada 3-cü qol rahbari o'zi o'z og'zi bilan shuni dediki, musha hafta ichida, balki musha hafta yoki hafta ichida Uyg'urlar to'g'risida 2 turli qonunni muhokama qilamiz dedi. Bu muhokama qilishga tegishli qonunlar asos jihatdan embargo qilish. İqtisodiy embargo qilish. Hozir qaraganda Uyg'urning kishilik huquqini ta'kidlash bilan birga yondashib kelayotgan Uyg'urga munosabatli iqtisodiy ishlar. İqtisodiy masala, bir siyosat bilan mustamlik qilish Xitoy uchun aytganda, yana biri iqtisodiy mustamlik qilish Xitoy uchun aytganda. Endilikda hozir kishilik huquq masalasi siyosat sohasida o'tirib qo'yilgandan boshqa davlat majlisida endi Xinjiangning yoki mustamlik Uyg'uristonning iqtisodiy ahvoliga, mustamlik Uyg'uristonning iqtisodiy ahvoliga diqqat qilish boshlandi degan gap hurmatli vatandosh. Men o'tganda bir qatorlik siyosat shuni degan edim. Dal mushundaq paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining belgilagan siyosatining har qandigini qo'llaymiz, buningda shart yo'q.
Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bugungi kunga kelganda paxta ishlab chiqarish va paxtani import qilishni cheklash, paxtada ishlab chiqargan paxta mahsulotlari, to'qilma mahsulotlarini Amerika kirishini cheklash, buning o'zi sababi nima natija berdi vatandosh? Uyg'uristonda 80%dan 90% kishi Uyg'ur xalqining hammasi paxtakordir. Bular kiyvastirish, paxta yig'ib olish bilan ishlaydi. Emgak shu, hayotini shuning bilan qepindirdi. Hayoti shuning qarashliq. Hozirgi kunda Xitoyda kelayotgan tashviqot matbuotdagi gap so'zlarga qarasangiz, ochliq qahatchiligi boshlandi. Hozir Xitoyning iskilotlarida, ambarlarida qo'noqdan didor qolmadi. Hozir ochliq krizisining darajasi qayerdan qayergacha taqtorbatda to'liq yetkazib kelamadi. Agar buning to'plab Amerika Qo'shma Shtatlari paxta import qilishni cheklaydigan bo'lsa, Uyg'urlarning turmushi qayerda qoladi vatandoshlar? Şuna biz Amerika Qo'shma Shtatlariga murojaatimiz shuki, biz Uyg'urlarning masala paxtani, paxta qo'lmonlarini Amerika bozoriga kirishini cheklash emas, asli cheklaydigan soha hurmatli Amerika, Jungoning nefat ximiya sanoati. Bekorga to'shilayotgan tabiiy gaz Uyg'uristondan, bekorga to'shilayotgan xom nefat Uyg'uristondan, bekorga to'shilayotgan ranglik metal 137 xil ranglik va rangsiz metal Janub Uyg'uristondan, mustamlik Uyg'uristondan. Biz Amerika Qo'shma Shtatlarining mushu import qilish siyosatini almashtirishini, masalan, Jungoning nefat ximiya sanoat shirkatini cheklashini va uni import qilishini umid qilamiz. Vatandaşlar, 89% Uyg'ur paxta bilan yashaydi, hurmatli vatandosh. Agar uning import qilish, Amerikaga import qilish cheklanadigan bo'lsa, Uyg'urning iqtisodiy ahvoli nada qoladi? Bugun yig'ib olish lagerda vayron bo'ldi Uyg'urning iqtisodi. Jazolash lagerda tugashdi Uyg'urning iqtisodi. Uning ustiga to'pilab paxta importini Amerika cheklaydigan bo'lsa, Xitoy bu fursatdan qanday foydalanadi? Hurmatli vatandosh, o'ylab boqing. Shunga suyimlik Amerika, suyimlik Nancy Pelosi xonim, siz bu qatam Jungoning Xinjiang masalasini, kishilik huquq masalasi bo'yicha embargo qiladigan payt yetib kelganda birinchi bo'lib Jungo nefat ximiya sanoati shirkatini embargo qilishinglarni o'tinib so'raymiz. Hurmatli Amerika, hurmatli Nancy Pelosi xonim.